Tashqari sizlarga qiziqarli savollar tayyorlab kelganman, ya'ni psixologik. Siz bir-biringizni qanchalik bilasiz, qanchalik e'tiborlisiz. Qani shuni tekshirib ko'ramiz. Sherik bo'lib o'tiramiz hamda bir-birimizga savollarimizga javob beramiz. Qani tarqab olamiz. Keyin almashtiramiz. Savolga javob bergandan keyin sherigingizniki belgilaysiz. Lekin bir-biringizdan so'ramaysiz. Shu shart bilan. Yozinglar. Sizni sherigingiz kim bo'ldi? Yoqtirgan taomingiz osh to'g'ri. Xo'p. Yoqtirgan raqamingizni xato yozibdi, 7 dedi. Yo'q, 7 emas. Nechini yoqtirasiz bilib qo'yaylik. 10 mi? Xo'p. Yoqtirgan faslingiz dedi, yoz deb yozibdi. Yo'q, yozmas, baho. Ha. Sizchi qanchalik to'g'ri topibsiz do'stingizni? Menmi? Ikkita topdim. Qaysini xato topibsiz? Asli raqamida topmagingiz. O'qib berdi. Xo'p, raqamingiz debdi, yashil deb qo'ydi. Oho. Rangingiz, ha? Ha. Taomingiz tosh to'g'ri. Yoqtirgan raqamingiz 7 to'g'ri bo'libdi. Yoqtirgan nima faslingiz yozibdi 300. Xo'p, yaxshi. Qizlar, qani sizlarni ko'raylikchi? Xo'p. Qani? Qani? Xo'p. Voy, bilib qo'yaylik. Bo'pti, qani qiziqdi endi. Turing. Olmaydi, olsa ham qo'ymaydi. Yoqtirgan ranging. Yoqtirgan rangingiz tushdi deb 4 ashurdi buni. Yoqtirgan taomingiz lag'mon deb qo'yibdi. Men mashkisir xato ketgan. Yoqtirgan raqamingiz 5 degan bu to'g'ri. Yoqtirgan faslingiz yozibdi, bu ham to'g'ri. Xo'p, malades. Qani siz qanchalik bilibsiz? Yoqtirgan rangingiz oq, to'g'ri. Yoqtirgan taomingiz bu ham to'g'ri, oq. Yoqtirgan raqamingiz 7 deb bu ham to'g'ri. Yoqtirgan faslingiz yozibdi, Mana barakalla. Qani sizlar qanchalik bilasizlar bir-biringlarni? Qani o'rtoqlar? Yoqtirgan rangingiz oq debdi, rostdan to'g'ri. Yoqtirgan taomingiz osh debdi, yo'q, osh yoqmaydi, mantiqli. Yoqtirgan raqamingizga 10 debdi, menga 7 yoqadi. Yoqtirgan faslingizga bahor, rostdan bahor yoqadi. 7%. Yaxshi. Yoqtirgan raqamingiz yo'q. Yoqtirgan taom osh debdi, osh to'g'ri. Yoqtirgan raqamingiz yoqtirgan fasl bahor. Xo'p, barakalla. Yana kim? Qora deyotgan to'g'ri. Xo'p. Yoqtirgan taomingizga sushi degan to'g'ri. Yoqtirgan raqamingiz 11 degan to'g'ri. Yoqtirgan faslingizga 200 degan to'g'ri. Men yoqtirgan rangingiz oq degan xato tushdi. Yoqtirgan taomingiz manti degan to'g'ri. Yoqtirgan raqamingiz 7 degan to'g'ri. Yoqtirgan faslim qish. Xo'p, yaxshi. Samvoy, qani? Sizlarga To'g'ri kelmadimi? to'g'ri topding ustoz 3tasi. Qani? Hop. Yoqtirgan rangingiz degan o'shanga xato qilgan, havorang yozgan, menga oq yoqadi. Xo'p. Yoqtirgan taomingiz degan go'shtli taomlar degan yoqadi menga hammasi. Xo'p. Yoqtirgan raqamingizni yozgan, 7 raqamni yozgan, menga 7 yoqadi. Endi yoqtirgan faslingizga qish yozgan to'g'ri. Xo'p, yaxshi. Birinchisi yoqtirgan rangingizga qora yozgan, qora yoqmaydi, yashil yoqadi. Yoqtirgan taomingizga osh yozgan, osh yoqmaydi. Yoqtirgan raqamingizga 0002 yozgan, menga 7 yoqadi. Yoqtirgan faslingizga bahor yozgan, to'g'ri. Yaxshi. Sizlar Shunchalik.